Agar to'xtasa shunday videolar chiqishini istasangiz, videoga like va obuna tugmasini bosishni unutmang va izohlaringizni kommentariyalarga yozishni unutmang. Izohlaringiz biz uchun muhim. Bugun sizni SCP olamidagi eng qo'rqinchli va sirli mavjudotlardan biri Scarlet Kingni tanishtiraman. Uning kuchlari va uning kelib chiqishi haqida va farzandlari bormi? Shu haqida bilib olamiz. Scarlet King bu SCP olamidagi eng kuchli va dahshatli mavjudotlardan biri hisoblanadi. U oddiy maxluq emas, u xaos, vayrongarchilik va azob-uqubatlarning timsoli sifatida tasvirlanadi. Uning maqsadi butun borliqni o'z hukmronligi ostiga olish va barcha tartibni yo'q qilishdir. Afsonalarga ko'ra, Scarlet King mavjudotlar va olamlar yaratilishidan ham oldin mavjud bo'lgan. Ya'ni tasavvur qiling, koinot hali yaratilmagan, yulduzlar yo'q, galaktikalar yo'q, hatto vaqtning o'zi ham mavjud emas. Faqat cheksiz zulmat va bo'shliq hukm suradi. SCP olamidagi afsonalarga ko'ra, aynan shu zulmat ichida eng qadimiy va dahshatli mavjudotlardan biri Scarlet King paydo bo'lgan. Bugun biz SCP olamining eng sirli va qo'rqinchli qahramonlardan biri bo'lgan Scarlet Kingning kelib chiqish tarixi haqida gaplashamiz. Scarlet King oddiy yovuz qahramon emas. U butun borliqdagi xaos, zo'ravonlik va vayrongarchilikning ramzi sifatida tasvirlanadi. SCP hikoyalarida uning haqiqiy kelib chiqishi aniq ko'rsatilmagan. Bu esa uni yanada sirli qiladi. Turli mualliflar va hikoyalarda uning tarixi turlicha talqin qilinadi. Eng mashhur versiyalardan biriga ko'ra, Scarlet King tartib va sivilizatsiyaga qarshi bo'lgan ibtidoiy kuch sifatida dunyoga kelgan. Koinot shakllana boshlaganida qonunlar, tartib va hayot paydo bo'la boshlaydi. Ammo Scarlet King bularning barchasini o'ziga tahdid deb bilgan, chunki uning mavjudligi tartibsizlik va qo'rquvga asoslangan edi. Afsonalarda aytilishicha, Scarlet King qadimgi davrlarda turli olamlarni zabt etgan. U o'z yo'lida uchragan sivilizatsiyalarni yo'q qilgan va ularning dunyolarini kulga aylantirgan. U nafaqat jismoniy kuchga ega bo'lgan, balki odamlarning ongiga ham ta'sir qila olgan. Uning nomi tilga olingan joylarda vahima va umidsizlik tarqalgan. SCP hamjamiyatida keng tarqalgan nazariyalardan biri shuki, Scarlet Kingning maqsadi butun haqiqatni qayta shakllantirish bo'lgan. U mavjud tartibni yo'q qilib, o'rniga faqat qo'rquv va azob hukm suradigan yangi olam yaratishni istagan. Shu sababli u ko'plab qadimgi xudolar, mavjudotlar va kuchlar bilan urush olib borgan. Ba'zi hikoyalarda Scarlet Kingning eng katta dushmani insoniyat emas, balki tartibning o'zi hisoblanadi. U qonunlar, axloq va sivilizatsiyani zaiflik deb hisoblaydi. Uning nazarida eng kuchli mavjudot bu boshqalarga qo'rquv orqali hukmronlik qila oladigan mavjudotdir. Ba'zi SCP hikoyalarda Scarlet Kingning 7 nafar kelini yoki xotini bo'lgani aytiladi. Ular orqali Scarlet Kingning farzandlari dunyoga kelgan. Ba'zi fanlarning aytilishicha, bu SCP'lar SCP-682 va SCP-999 deb yuritiladi. SCP boshqarmasi arxivlaridagi ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Scarlet Kingni bir vaqtlar boshqa kosmik mavjudotlar to'xtatishga muvaffaq bo'lgan. Ular uni to'liq yo'q qila olmagan, ammo uning kuchini cheklashga erishgan. Shundan so'ng Scarlet King bevosita harakat qilish o'rniga turli kultlar, marosimlar va izdoshlar orqali ta'sir ko'rsatishni boshlagan. Aynan shu yerda hikoya yanada qiziqarli tus oladi. SCP olamida Scarlet Kingga sig'inuvchi maxfiy guruhlar mavjud. Ular Scarlet King bir kun kelib qaytishiga va butun borliqni o'z hukmronligi ostiga olishiga ishonishadi. Bu kultlar turli marosimlar o'tkazib, uning qayta uyg'onishi uchun harakat qilishadi. Ko'plab SCP muxlislari Scarlet Kingni oddiy maxluq emas, balki konsepsiya deb hisoblaydi. Ya'ni u faqat bitta mavjudot emas, balki insoniyatning eng qadimiy qo'rquvlari timsolidir. Urush, nafrat, zulm va vayrongarchilik qayerda bo'lsa, Scarlet Kingning ta'siri ham o'sha yerda mavjud deb qaraladi. Shuning uchun ham uni mag'lub etish juda qiyin. Chunki qilich yoki qurol bilan konsepsiyani yo'q qilib bo'lmaydi. Agar Scarlet King haqiqatan ham qo'rquv va xaosning timsoli bo'lsa, demak u insoniyat mavjud ekan, ma'lum ma'noda yashashda davom etadi. Bugungi kunda Scarlet King SCP olamining eng mashhur qahramonlaridan biri hisoblanadi.
u haqida yuzlab hikoyalar, nazariyalar va videolar yaratilgan. Har bir muallif uning tarixiga yangi tafsilotlar qo'shadi. Shu sababli uning haqiqiy kelib chiqishi hanuzgacha sirligicha qolmoqda. Balki aynan mana shu sir uning eng dahshatli jihatidir. Chunki biz qo'rqadigan narsalarning eng xavflisi bu to'liq tushunilmaydigan narsalardir. Sizningcha Scarlet King haqiqatan ham SCP olamining eng kuchli mavjudotimi yoki undan ham qudratli SCP obyektlari mavjudmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va shunga o'xshash SCP hikoyalari uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang.